Instagramga qanday qilib videolarni sifatli yuklash mumkin? Bu juda ham oson. Men sizlarga hozir o'rgatib qo'yaman va maslahat ham beraman. Uning uchun siz videoga like bosib qo'ying, bo'ldi. Mana hozirgi video iPhone ma'lumotda 4K 60 ta kadrda. Men nima qilaman? CapCut'ga fayllarni tashlayman, montaj qilaman va eksport qilgan joyimda razрешение 4K format qilaman, частота kadr 60 ta kadr qilaman, 60 fps qilaman va bitrate высокий qilaman. Negaki? Chunki syomkam 4K 60 ta kadr bo'ldimi, eksport ham xuddi shunaqa qilaman, birga qilaman. Ba'zi bir insonlar 4K 60 ta kadr videoga olishadi, montaj qilayotgan paytda 1080p 60 ta kadr qilib qo'yishadi. Keyin Instagramga joylashtirishgandan keyin videoning sifati uncha yaxshi emas deyshadi. Chunki nimagaki siz eksport qilayotgan joyda o'sha sifatni siqib qo'yib bo'lgan bo'lasiz. Va ikkinchi daraja, Instagramga videoni joylashtirayotgan paytingizda Instagram yana videoni siqadi, videoingizni dabdala qilib sifatsiz joylashtirib beradi. Men boshqacha taktika qilaman. Ya'ni o'sha 4K 60 ta kadrli videoga oldimmi, 4K 60 ta kadr eksport qilaman, birga bir qilaman. Sifat umuman yo'qolmaydi va bitrate ham высокий qilaman. Instagramga joylashtirayotgan paytimda oxirida еще degan tugmachasi bor. O'sha joyga kirsangiz, videoyini самый высокий качество, ya'ni yuqori sifatda videoni joylashtiraymi deydi. O'sha joyda men galochkani qo'yaveraman. Bo'ldi, Instagramga 4K 60 ta kadr videoni joylashtiraman va videolar hammasi deyarli sifatli. Даже mana hozirgi kunda Instagramning o'zini montajniy programmasi chiqdi, ya'ni Edits. O'sha Edits ilovasida ham 4K 60 ta kadrda eksport qilsangiz ham bo'ladi. Instagram hozirgi kunda 4K ni qo'llab-quvvatlayapti. Yana eslataman, iPhone'ingizda siz 4K 60 ta kadrda videoga tushirdingizmi, eksport qilayotgan paytingizda qanaqa programmalardan bo'lishidan qat'iyat, Final Cut bo'ladimi, CapCut bo'ladimi, Adobe Premiere bo'ladimi yoki DaVinci bo'ladimi, 4K 60 ta kadrda eksport qiling. Siz ras Instagramga joylashtirmoqchimisiz? Qanaqa formatda videoga tushirdingizmi, o'sha formatda siz eksport qiling. Maslahatlarim foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan bitta like bosib qo'ying. Mana shu videoni barcha iPhone ishlatadiganlarga jo'natib qo'yinglar va siz iPhone'da yuklasangiz, Instagramga sifatli yuklanadi yanada. Mana shu video ham 4K 60 ta kadrda Instagramga joylashtirilgan. Faqatgina bu videolarim emas, deyarli hamma videolarim 4K 60 ta kadrda joylashtirilgan. Videoni barcha iPhone ishlatadiganlarga jo'natib qo'yinglar.